o'tkazib yubormang. Juda muhim bitta kecha yaqinlashyapti. Agar siz xato kamchiliklaringiz ko'payib, o'zingizni yomon inson deb his qilayotgan bo'lsangiz yoki odamlar sizni yomon insonsan deyotgan bo'lsa, sizni o'zgarishingiz uchun muhim bo'lgan bir kecha yaqinlashyapti. Va kimda kim hech kimni yomon ko'rmasa, qalbida birorta insongagina qudrati bo'lmasa, mana shu kechani bedor o'tkazsa, jamiki xato kamchiliklardan forig' bo'ladi degan ustozlarimiz. Diqqat qiling, bu kechaning nomi Baroat kechasi deyiladi va bu kecha 2-fevral kechqurunidan 3-fevralga o'tar kechasi hisoblanadi. Ya'ni 2-fevral kechasi shomdan keyin 3-fevral tonggacha vaqtingizni yaxshilik qilish bilan, xayr ehson bilan, ibodat bilan, duo bilan, ilm olish, kitob o'qish bilan o'tkazsangiz va vatanimizni, xalqimizni haqqiga duo qilib, so'ngra o'zingizni haqqingizga ham duo qilsangiz, mag'firat so'rasangiz, gunohlaringiz, kamchilik xatolaringiz kechirilishi haqida ustozlarimiz juda ko'p bor demak bizga eslatmalar bergan, bizga o'gitlar bergan. Demak, bu kechani qo'ldan boy bermang. Kechaning nomi Baroat kechasi va bu 2-fevraldan 3-fevralga o'tar kechasi hisoblanadi. Do'stlaringizga ham eslatma o'laroq buni eslatib qo'ying.